Siz ishonmasligingiz mumkin, lekin bu UFC promotiondagi ilk professional jangini 54 yoshda o'tkazmoqda. Uning ismi Said Masiyev. Yoshiga qaramasdan u g'ayritabiiy jismoniy formada. Bunday tryuklarni har qanday zumar ham qaytara olmaydi. U hatto Ramzan Kadirovni ham hayratda qoldirgan. Jangchi Bobo raqibini oyog'ini betonda loklari bilan qattiq kaltaklay boshladi. Aytgancha, ular orasidagi yoshlik farqi 18 yil. Chechen Mamadovning professional jangchi bo'lishdagi orzusi shunchaki katta ediki, bu to'qnashuvni boshqacha izohlash qiyin. Aksariyat insonlar bu yoshda tinchgina yoshlikda erishgan yutuqlari bilan hayotdan lazzat olishadi. Ammo Said uchun bu endigina boshlanishiga o'xshaydi. Ikkinchi raundda Arsenij Zayev faollashdi. U Saidni parterga tushirdi. Said turib oldi, lekin vaziyat yana takrorlandi. Partiyada u bir necha og'ir zarbalar qabul qildi va hakam jangni to'xtatdi. Natija durang, lekin bu jang sizni laykingizga arziydi deb o'ylayman.